qilaman deyotganim yo'q, sud hukmidan. Men lekin men sud hukmidan men norozi emasman. Men bitta narsani iltimos qilaman. Fuqarolar pulni o'z xohishi bilan kelgan. Ularni hech kim majburlamagan. Lekin fuqarolar xudodan qo'rqsin. 10 ming pulini 20-25 ming qilib olgan. Har xil hisobim keldi ularga. Siz o'zingiz yo'q narsani uyimni sotdim, joyimni sotdim deb tuhmat qilmasin. Xudodan qo'rqsin. Siz o'zingizni qonun doirasida ishlaganman deb bilasizmi? Men o'zim uchun men to'g'ri ishlaganman. Fuqarolarni aldamaganman. Fuqarolar o'z xohishini silab kelgan. Men fuqaro ko'paygandan keyin men majbur bo'lganman. Firma qonunni qilib, mashina ishlashda men birovga aldab yo pulini olmaganman men. Xudodan qo'rqsin fuqarolar. 10 ming pulini 20 ming qilib olyapti. Yo'q narsani borib tuhmat qilmasin. Portalga borib o'z-o'zi yo'q narsani gapirmasin. Uyimni sotdim, molimni sotdim. O'z xohishini bergan. Qaysi odam o'zi o'ylaydi 10